Ağalar, əpkələr biləmə xuda xalsa hava qızıb baryotur. Sizdə farzandlarıma ayaqına ayak kiymək paylaşım gerek. Bahardagi yeməklerinden niyetiz var. Şunun üçün şu videonu çıxarıyorum. Hurmatli obunaçılar, videomuza befarq bo'lmaysizdan umiddamiz. Xudo xolasa like'lar basıp bizlar obuna bo'lib kuzatib borasizdan umiddamiz. Xudo xolasa sizlarga arzon sifatli ayak kiyimlarini va boshqa xil turdagi kiyim boshlarni xudo xolasa ko'rsatib boramiz. Shuning uchun bizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Ishida 2 dona profilimiz qoldirdik. Shu ham obuna bo'lib qo'ysangiz xudo xolasa bu bizlarga bir motivatsiya bo'ladi. Shundan keyin sizlar tayyor bo'lsangiz biz ayak kiyimlarimizni arzonlarni ko'rsatishni boshlaymiz. Bu nafaqat arzon, sifatlari ham yaxshi bo'ladi. Hurmatli obunachilar, tayyormisiz? Asa başladık. Xullas, bir de detski ayak kiyimlarimiz bor. Narxi 85 ming so'm bo'ladi. Har xil modellaridan bor. Bedagilar, razmerlari 32 dan 36 gacha bo'ladi. Keyin bunda 140 liklari bor. Bularning ham sifatlari yaxshi bo'ladi. Bular chisti Xitoy. Keyin bunda 110 liklari bor. Bularning ham sifatlari yaxshi. Keyin bularning ham razmerlari 32 dan 36 gacha bo'ladi. Narxi 110 ming so'm bo'ladi. Keyin 90 ming so'mdan podroskoy razmerdagi ayak kiyimlarimiz bor. Bularning razmerlari 36 dan, yo'q, 37 dan 41 gacha bo'ladi. Keyin bunda bor 110 ming so'mdan. Bundan bizda ko'p. Skladimizda o'tda yana chiqamiz xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, men sizlarga hozir qisqacha narxi bilan tanishtirdim. Endi xudo xolasa ayak kiyimlarining modellari bilan tanishtiraman. Ungacha siz podpiska basmagan bo'lsangiz podpiska bosib qo'ying, xudo xolasa. Men sizlarga asta ko'rsatib o'taveraman. Tak, galadan olsak, narxi 110 ming so'm, narxi 85 ming so'mdan. Mana shunday modellarda bor. Xohlasangiz yana boss modelidan olsangiz bo'ladi. Keyin yana bir modelimiz. Yo'nalishlari qani? Sifatlatib ishlangan. Keyin ben tarafda tutan bo'lsak, sinli sevetlarda razmerlari 32 dan 36 gacha bo'ladi. Yo'q, bana qora sevet kerak desangiz, bu qora sevetlarimizdan bor. Bular salgina chamobdi. Siri bersak top-toza bo'ladi. Agarda siz korishniy yakadon bo'lsa, bilinglar, korishniylarimizdan ham bor. Hurmatli obunachilar, har xil modellarimiz bor. Keyin ko'k rangni yaxshi ko'radiganlar uchun ko'k modelimizdan ham bor, yashillarni. Bular Xitoy emas, lekin sifati yaxshi. Xudo xolasa farzandlar lazzat kiyadilar. Keyin mana modellarimizdan ham bor. Skromniy, chiroyli. Narxi 85 ming so'm. 85 ming so'm yechida bermaydi deb o'ylayman. Bunday kiyimlarni xohlasangizlar, krossovka modellarimizdan bor. Hurmatli obunachilar, bilaman, shuncha aytsam ham podpiska bosmadingiz. Podpiskani bosib qo'ying, sizdan hech narsa ketmaydi-ku. Sizning bosgan bir dona qilibsiz, ana shuning kontentlari ko'proq chiqarishimizga xudo xolasa sababchi bo'ladi. Shuning uchun diqqatligidan bosib qo'ying, like ham bosib qo'ying. Keyin fikrlaringizni kommentariyada kutamiz xudo xolasa. Fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, maslahatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada kutamiz. Hurmatli obunachilar, keyin Ekkodan mana shunday modellarimiz ham bor, bolajonlar uchun. Oq sevetini ko'rsatdim. Sinli sevetimdan ham bor. Xohlasangizlar, bunday qarashli sevetlarimizdan ham bor. Keyin bular uje bilib oldingizlar, gelsizlar xudo xolasa, arkangni yana ko'raverasizlar. Ko'p modellarimiz ko'p edi. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, arkangga kelib ko'raverasizlar. Endi sizlarga 140 likimizni ko'rsatib o'tamiz. 140 liklarimizda kimlar aytishi mumkin, qimmat ekan xudo deyishi mumkin, lekin qaranglar, bularning sifati uje boshqacha. Yanqilardan emasdan, bularning sifati uje boshqacha. Giysangiz ham uje qarang, bular yengil bo'ladi. Bularda arasida yengillar ham bor, sal og'irroqlar ham bor, lekin bular realni yengil bo'ladi. Xudo xolasa farzandlaringiz hazati kiyib yuringlar. Xohlasangizlar, yana menning modellarimizdan ham bor edi. Bosh tarafdan joylashlari. Xullas, har xil modellarimiz bor bedan ham. Endi 110 likimizni ko'rsatib o'tamiz. 110 liklarimiz deymi? Bular ham yengilgina bo'ladi.
ayakında boyluğu bilinmedi. Farzandlar sezeti yürüydü Xudo xolasa. Yana teyin padoshlari. Keyin bularda endi malosha sevetlarimizdan ham bor. Xolasizlar, qara sevetlarimizdan ham bor. Xolasizlar, qaraga malosha kombinatsiya sevetlarimiz ham, kombinatsiya etilgan sevetlarimiz ham bor. Hurmatli obunachilar. Keyin sori sevetlarimiz ham bor. Zegna brendida. Padoshlari. Hozir farzandingiz hazati kiyib yuradilar. Xolos, bundan ham modellarimiz ko'p. Xudo xolasa kelib ko'rib yaqqandan olib bersangizlar bo'ladi. Keyin yana bedayna 110 ming so'mdan bular kattaroq razmerlar. Bular razmerlari 32 dan, 37 dan 41 gacha bo'ladi. Xolasizlar qara sevetida. Xolasizlar seri sevetida. Xolasizlar mini modellardan olib bersangizlar bo'ladi. Keyin bu tarafda 90'lıkta. 90'lıkdan ham har xil modellarimiz bor. Qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Mirka brendidan bo'ladi bular. Yo'lishlari, padoshlari balandgina bo'ladi. Bularning ham ichida har xillar bor. Masalan, hamini skromnilar bor, salgina kiribdi. E'tibor etmaysizlar, xudo xolasa buni tozalab bersa bo'ladi. Zegna brendidan ayak kiyimlarimiz ham bor. Hurmatli obunachilar. Shunday ekan, sizlar ko'p vaqtingizni olmagan holatda qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Xolasizlar, yana barsovka modellarda bor. Bular ham yengil bo'ladi. Hozir hazati kiyib yuradilar farzandlaringiz. Mini modellarimiz bor barsovkalarda. Keyin bu modellarimizdan ham bor, kattaroq razmerlarda. Xudo xolasa kelib farzandingiz ikkala siz yaqindan olib beraverasiz. Hurmatli obunachilar, ko'rsatib o'tishga harakat qildik. Xudo xolasa bizlar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa yaxshi yangiliklar ko'rsatib borishda davom qilamiz. Keyin bu yon tarafda 85 ming so'mdan Velvet makaslarimiz bor. Bu yoqdan ham har xil sevetlar bor. Keyin bu yoqda 75 ming so'mdan ayak kiyimlarimiz taxlab ko'pmiz. Xudo xolasa kelasizdan o'zingizga yaqindan kelsangizlar bo'ladi. Narxlarimiz ishonavering ko'p joylardan arzon. Albatta sizga yaqindan umiddamiz. Shunday ekan, kelaverasizlar, hammangizni kutib qolamiz Xudo xolasa.